Nima qilindi 75 mingga? Prikladka qo'yildi xolos. Galotka prikladka. Kirishga prikladka, termostat, hands-free. Narxi 75 ming bo'ldi. Narxi 75 ming. Skitkani ham bombasini qilib qo'yish endi qaranglar, mana yangi mashina emas. Yurgani qancha ekan uni? Aslida mehnatkash mashina. 75 ming so'mga galovka prikladka olishdi. Termostatlari bachoy lekin qo'yilmagan, u pulda. O'zi bachoyga qo'yilgan. dalivka qilingan. Yo'q. Fondli. O'zimizdan mana. O'zimni ko'rsatib qo'yaman. Qaranglar, 75 ming so'mga ajoyib ishlar qilindi. Tali skitka narxida deb chiqishyapti-yu hamkasblar. Alloh rozi bo'lsin. 75 ming so'mga biz shu Bestni galovka prikladkasi kuyib qoldi. Galovka prikladkasini alishtirib berdik. Termostat qo'yib berdik, rабочий yaxshisini. Antifriz qo'yib berdik. Antifriz o'zi ustaxonada lyuboyda bo'ladi. Lekin holati yaxshi, lekin antifrizni ham hali qishda muzlab mana holati normal antifriz. 75 ming so'mga shu ishlar qilib berdi. Galovka ko'tarib, prikladka alishtirib qo'yish nechi pul o'zi? Yozib ketinglar. Endi nimaga 75 ming? Bilasizlar, ustani eng yaqin oshnasi ekan. Shuning uchun xizmat olmasdan shunda, to'g'rimi? Xizmat olinmaydi. Bo'ldi. Shunaqa oshna motorist ustalar ko'payorsin.